Qo'qon shahrida adabiyot festivaliga start berildi. Qo'qon universitetida Farg'ona viloyatida o'tkaziladigan adabiyot bayramiga yetib kelgan shoir va yozuvchilar, adabiyotshunos, olimlar, dramaturg va jurnalistlarni Qo'qon shahar hokimi va Qo'qon universiteti rektori tantanali kutib oldilar. Qo'qon universiteti mehmonlarni milliy kuy-qo'shiqlar, badiiy jamoalar ishtirokidagi raqs va tomoshalar bilan qarshi oldi. Universitetdagi Qo'qon tarixi muzeyi va Muqimiy nomli spektakldan bugungi kun mavzusi gender tengligiga oid parchasi mehmonlarni shahrimizning qadimgi madaniyati va adabiy muhitiga sho'ng'ishga yordam berdi. Farg'ona o'lkasida yashab ijod qilgan atoqli shoir va yozuvchilar tavalludiga bag'ishlab o'tkazilgan adabiyot bayramida mamlakatimizda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib etish, asrlar davomida komil inson tarbiyasi, adolatli jamiyat, shaxs erkinligi, vatan ozodligi, bunyodkorlik, bag'rikenglik va baynalminalchilik, odamiylik kabi o'lmas fazilatlarni tarannum etib kelgan mumtoz va zamonaviy adabiyotimizning eng sara namunalarini xorijiy tillarga o'girish va chet ellarda targ'ib etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar e'tirof etildi. Tavallud ayyomini nishonlayotgan bir qator ijodkorlarga e'tibor ko'rsatilib, esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Xususan, ko'p yillardan beri yosh avlod va yangi iqtidorlarni tarbiyalab kelayotgan filologiya fanlari doktori, professor, Qo'qon universiteti prorektori Zebo Qobilovaga oliy ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Bugun Farg'onada adabiyot kunlari boshlanyapti. Adabiyot kunlarini aynan ko'hna va hamisha navqiron Muqaddi Latifdan boshlanishida albatta ramziy ma'no bor. Chunki Qo'qon azaldan ilm-fanga, shoirlarga, fozillarga vatan bo'lgan va ularni ulg'aytirgan beshik hisoblanadi. Va aynan bugun va ertaga Farg'onada tavallud ayyomlari nishonlanayotgan 11 nafar shoirdan 8 nafar aynan Qo'qon adabiy muhiti vakillari. Ular orasida Muhammad Aminxo'ja Muqimiy, Ashurali Zohiriy, Sobir Abdulla kabi o'z davrining yetuk ijodkorlari ham borligi barchamizni quvontiradi. Bugun biz ulug' shoirlarni eslaymiz va kelajakka boqamiz. Chunki yangi O'zbekistonning yo'li adabiyot va ma'rifat bilan yanada nurli bo'ladi. Tantanali tadbirda adabiyot sohasini rivojlantirish borasida qiziqarli suhbat va munozaralar bilan bir qatorda Qo'qon uslubida milliy qo'shiqlar ham ijro etilib, ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashildi. Oltining